hurmatli mijozlari, sizlar bilan bugun yig'ilib, bugungi bankimizda amaldagi kreditlar to'g'risida gaplashmoqchiman. Sizlarni qiziqtirgan savol bo'lsa, berilgan ma'lumotlardan keyin savol tariqasida savolni aytib berib, javob olishlaring mumkin. Ungacha sizlarga birinchi produktimiz biznesim maqsadi produkti, uni tanishtirib o'taman. 25%dan 3 yil muddatga beriladi. Bu qaysi fuqarolarga o'zini o'zi band qilgan, qora ro'yxatda turmaydigan fuqarolarga biznesini boshlab olish uchun, yo'lga qo'yib olish uchun beriladi. Bu biznesimiz shu. Ikkinchisi mahalla loyihasi bo'yicha ajratilayotgan kreditimiz 4 yil muddatga, bu ham 25%dan, bu ham o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga kafillik asosida sug'urta bilan beriladi. Ana 17 millionlik bormi? Kafilsiz. Biznesim maqsadi. Biznesim bu hozir o'sha 17 million 25 millionlikka o'tgan. 25 million bo'lgan maksimal summasi. 25 million olish shart emas. Endi o'ziga qancha miqdorda kerak bo'lsa, biznes uchun kafil kerak emas, lekin sug'urta asosida.